Assalomu alaykum. Xovos tumani, Xovos shaharchasi markaziy joyi. Bu tomonlarda hokimiyat binolari, Adliya vazirligi. Yangi qurilgan joy. Kadastr hujjatlari joy-joyida. Hech bir arendaga berilmagan. Ijarachilar jalb qilish uchun har xil reklamalar yopishtirilgan. Xonalar kengligi o'rtacha. Yonida vulkanizatsiya ustaxonasi ham bor. Bu yerda ishlayotgan xodim Askoga qiziqish bildirdi va ishlash niyati borligini ham aytdi.